Bo'ldi hamda balanglarni tillab amanglar. Bu tillab qaqshab zarlaganning hech qanday foydasi yo'q. 3 yildan beri hamda tirishib ashinchilik nomer alalapti. Hamda mening mayzi qildigan ishimiz shu 1-2 nomerni isrof qilmagan asosda arzuni yaxshi to'shqizishga shunday qilyapti Allah. Shu hamda tillab zarlaganning foydasi yo'q. Hamma shu shahar nayimizning o'ziga 8 yillik tajribasiga ega Beijingdan kelgan Aysa Jamalim haqsiz bir qatimliq mush arzu to'shqizi to'g'riliq leksiya o'rlashtiribdi. Tamoqni maxsus qilibdi. Anglasam buningga maxsus o'qituvchilar qo'shilib ekan, hammasi shu yanjushin qo'shib tutagan, bir yetaklab turib sizlarning bolalarga yaxshi bo'lgan arzuni to'shqizib berdi ekan. Unda olib qolsa ko'rishib bir tushunib boqaylikmi? Yo'ringlar. Yaxshimi Aysa Jamalim, xush keliblar. Bu qatim yaxshi xabarni oldim. Tutun haqsiz tamoq, haqsiz leksiyani o'rlashtiriblar. Rahmat. Hamda shunda arzu to'shqizganlar nihoyat jiq har tarafdan bek o'ynab ketdi-ku. Hamda atallar shu bolalarning arzusi bek ko'ngilligan qildi. Hamda sizlar bilan boshqalarning farqi qandaroqdir? Negizliqlarni tushuntirib boqsak. Bo'ldi. Bizning birinchi farq bizning kollektiv doktor, magistr, ya'ni to'liq kurs. Bo'libmi ishkirdagi Jubao Aryayo maktablarida o'qigan eng ilg'or yaqinqi 5 yilning ichida ashada o'qib bitgan yoki ashada o'qiyotgan doktor aspirantlar o'zi bir kunlik to'shqizib berdi. Ikkinchidan biz to'xtamliq mulozimat qilamiz. Ya'ni siz bilan to'xtam tuzdik, mulozimat qildik shu 10 kunda 2 oy ichida toki 9-yana bir qabul qilinish oxirlashgich bo'lgan qadar biz butun hamishga mas'ul bo'lamiz. Agar o'tmasanglar yoki mulozimatdan rozi bo'lmasanglar, har vaqt pulni to'liq qaytaramiz. Bu to'xtamning ichida yozilgan. Shirkatning tamg'isi va mening qonuniy tamg'am bisilgan to'xtam bilan mulozimat qilamiz. Endi uchinchidan biz ishga o'rlashish va kelgusi yuzlanishni maqsad qilgan arzu to'sqizishni o'zimizga nishon qilganchu. Ya'ni bolalarning reallikka yaqin kelgusidagi ishga o'rlashish, kelgusidagi o'zining yuqori o'rlab o'qish ehtiyojini to'liq qondirish ham ota-onalarning arzusi bilan reallik o'tirsidagi cho'ng hangni kichiklik beramiz. Bolalarga mos keladigan, bahsi muvofiq bo'lgan maktab va shaharlarni bolalarga tanlab, ularning kelgusi uchun bir kafolat bilan ta'min etamiz. Endi uchinchidan bizningki mas'uliyatchanlik. Ya'ni biz 9-yana birgacha bo'lgan arzuga munosabatli har qanday ish, har qanday masalaga biz mas'ul bo'lamiz. Hatto bolalarning shu tizimlatgan maktabga bir telefon qilib, Jovshin bilan aloqalashib, "Soat bu yillik ahvol qanday, planlar qanday, qancha bola tizimlat deb ahvollarni surishtirib beramiz." Ya'ni mas'uliyatchanlik bilan hatto mush orliqdagi bolalarga psixologiya yetakchilik bilan ta'min etamiz. Uqtirish kelmasa, jiddiylashidigan bolalar va ota-onalar urushadigan bolalar va hatto uydan chiqadigan bolalar va mushdan psixikasini tanishib, ota-onalar bilan bolalar bilan fikr almashtiramiz, ular bilan bir undidar to'p qurib ashad qilamiz. 4-chi alaydilik biz naq maydonda bir to'shqizib beramiz. Ya'ni oldida 2 kun biz tayyorlik xizmatlarini ishlab 3 xil loyihani chiqarib, eng oxirida bir xil loyihani tanlab, ota-onalar bilan birga kelib, bir nima uchun ma maktab tanladi, nima uchun tanlamadi buni deb beramiz. Anikin eng chong alaydiligimiz biz putunli bilan dalilini tang to'shqizib beramiz. Ya'ni 40-chi maktabni to'shqizib, eng oxirgacha mas'ul bo'lib qolamiz. Agar o'tolmay qolsa pul to'liq qo'ydik. Nihoyat yaxshi xabar, inchik tushundirish bo'ldi. Ben xush bo'ldim. Hamda atallar bayatdan bir Aysa Jamalim bilan jiq paranglashdim, fikrlashdim. Bu qatam hamda tamoq o'rlashtirib, haqsiz leksiya qilishdi maqsad. Hargizmi mushakkablar meni tanlanglar yoki bo'lsa menga pul to'langlar deyish maqsad emas. Faqat mush arzuni qanday to'shqizsak yaxshi, qasolat qilsak yaxshi, bolalar qandaroq maktabda o'qisa, qandaroq ishga yaxshilat urilish olaydi. Shuni bir atallar bir tushunib baqsa, bilib baqsa, men yiqib qolsam meni tanlanglar, yoqmay qolsam boshqalarni tanlasanglar hech qisi yo'q. Avval mushni bir oydinlashtirib o'taylik deb shunga haqsiz holatga leksiya, haqsiz tamoqqa o'rlashtiribdi. Shunaqqa. Uningga vaqti qachonlikqa? Vaqti 27-yillar, 28-yillar 2 kun. Biz 7-yanın 2-ci günügacha Shaya Yingbingwanda biz sizlarni saqlaymiz. 7-yanın 2-ci günüge eng oxirgi kechgacha biz sizlar uchun mulozimatda bo'lamiz. Kelsanglar arzuyinglarni ko'rib beramiz, diagnoz qo'yib beramiz, hatto tuzitib beramiz. Bular albatta haqsiz. Sizlar boshqa to'shqizib bo'lib kelsanglarmi tuzitib diagnoz qo'yib bersak bo'ladi. Maslahat so'ramoqchi, aloqalashmoqchi bo'lganlar 185 14 49 25 28 Beijingning nomeri. Xotirjam aloqa qilsangiz bo'ladi. Bo'ladi. Demak, unda olib qolsam shu shanba 2 kun bo'ldi-ku. Vaqtni chon tutib bir kep tinchab yiqishinglarni umid qilaman. Vaqt olib qolsam shu tushliga Beijing vaqt soat 11 dan boshlab kelsa bo'lamdi. Bo'ldi. Undan baldir kelsanglar bo'ldi. Har vaqt tayyor turibdi. Kechki tamoq tamoman o'rlashtirilgan-jimi? Haqsiz. Bizning ko'nglimiz Shaya xalqi qo'ygan samimiy ko'ngilimiz, samimiyatimiz. Shu bir tamoq yeb ketgach, bir qatimlik leksiyani haqsiz holat anglab yiqinglar, hech qanday qilinmaydi. Unda olib qolsam mush film yurak berib bir taqib qo'ysanglar, bu yil oliy maktab imtihonbaga atallar mush filmda bir baginilib qolsa, bizmi xush bo'lgan bo'lardik. Rahmat.